Yaxshi doktor, buni zarari yo'qmi? Ertaga battar bo'lib qolmaymanmi? Nafasim qisib, reanimatsiyaga tushib, Xudo ko'rsatmasin. Endi biz qishloqda odamimizda. Har bitta dori vositasi solinayotganda sizdagi holatdan kelib chiqib amalga oshiriladi. Masalan, sizda virusli infeksiya ketayotgan bo'lsa, sразу antibiotik boshlamaymiz yoki bo'lmasa protivirusnilar bermaymiz-da, yuqori va pastki nafas yo'llariga buni ichiga o'sha dekasan solib natriy xlor bilan beramiz. Bu viruslarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Agarda sizda bakterial infeksiyalar ketayotgan bo'lsa, unda biz pulmikortlardan foydalansangiz zo'r effekt beradi. Bo'g'ilishlar kuzatilayotgan bo'lsa, unda biz deksametazollardan foydalansangiz zo'r natijaga erishamiz. Balg'am ajrashga qiynaladigan bolajonlarimiz bor, bilasiz, yosh bolalarda balg'am ajralishi yo'talgan vaqtida. Yo'tal dori vositalarini berganimizda ular balg'amni tuflab chiqarib bera olmaydi. Shunaqa holatlarda biz ambraxollardan yoki bo'lmasa ATClarni buni ichiga solib bersak, chiroyli natijaga erishsak bo'ladi. Bundan tashqari nafas siqishlari bo'lishi mumkin. Bola qiynalib nafas olayotgan paytida biz efillardan deksametazolga qo'shib turib yoki bo'lmasa borjomiy suvlariga efilini qo'shib turib, agarda bu ingalyatordan foydalanadigan bo'lsak, zo'r natijaga erishamiz. Ingalyator apparatlaridan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz dorilarni kasallikning turiga qarab turib foydalanishimiz kerak va ularni qaysi qismga, ya'ni burungami, og'izgami yoki ham burun ham og'izgami nasatkalardan to'g'ri foydalanishni o'rganib oldik.